Jahongir aka, Labbi, buni hadovoyini nima qildingiz? bu Navza avtomobilimizni full qilib hadov qo'yamiz. Bitta pastga tushib, dabdor qilib beramiz chiroyli qilib. Bunga Nexia chashka ham qo'ydingizmi? Nexia chashgan injini qo'ygan yana. Bu akamiz qayerdan kelgan ekan, Jon aka? Bular Instagramdan ko'ra oltidan kelishib, uka ko'p gapirib pastga tushib ko'rsataylik odamlarga. Nima ish qilganimizni. Bu avtomobilimizga kuchaytirgan plus amal zati Gentra va Nexia'ni mix qilib, chashkalarni ham bor, Nexia'ni injini qo'yib berganmiz. Olib keling bitta ko'rsin. Loylarning ichidan ponni ochib yog'li zo'rsi qilib bekitganmiz va buni rezinkasi bor, yaqinroq kelishmi, orqa tomonida kristallinasi bor. Buni ham chiroyli qilib yangisini qo'yib berganmiz va pachoyni mayatini qo'yib berganmiz. Avtomobil rollar yumshoq ham bo'lib qo'ygan va sabza rezinkalari Nexia'niki shabalar ekanki, keyin orqa tomonida ko'rsataymi, hozir nima deyapti ekan ishlar. Yo'lning original ishlar, fon kagalar, kraskalar chiroyli qilib berganmiz va saloni ham xuddi shunaqa keladi. Yo'lni original qo'yib berganmiz ekan. Agar bor deysizlar avtomobilingizni yumshoq qilmoqchi bo'lsangiz, olib kelsangiz, xuddi shunaqa bitta ishlatib ham ko'rsatib beraman. Bu ishlashlar necha ekan? 5 mi? Endi Damas'ning aka jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa avtomobillarni niyat qilgan bo'lsangiz, like bosing, olib keladi, sog'liq ishingizni bitib beramiz inshaalloh.